Ha, hormang Qamariddin. Salomat bo'ling aka. Nima qilyapsiz? Mana u jonivorni bahridan o'tay deyapman-da aka. Ha, jonivorda nima ayb? Aybi qo'yligida. Qurbonlik qilmoqchiman. Qurbonlik. Unaqada niyatni to'g'rilash kerak. Bahridan o'tamiz, aybing qo'yliging degan bemaza gaplar bilan emas. Alloh taologa qurbat hosil qilish uchun qurbonlikni qabul qilishini so'rab so'yiladi. Oh, yaxshi eslatdingiz. Rahmat aka. Keyin pichoqni jonliqni yerga yotqizgandan keyin uning tepasida turib charxlash makruh. Endi pichoq juda o'tmas bo'lib ketibdi-da. Pichoq bo'lmasa o'rniga boshqa tig'li asbob ham bo'laveradi. Hatto keskir qamish po'sti va shisha bo'lagi kabilar ham kifoya qiladi. Faqat jonliqni qiynamaydigan darajada o'tkir bo'lishi lozim. Yorg'in aka, bu qurbonlik haqida bilmaganlarim ko'p shekilli. Yana nimalarga e'tibor berishim kerak? Hayvonni bo'g'zidan kesish kerak. O'z navbatida jonliqning harom qoni otilib tugamaguncha boshini kesib olish ham makruh amallardan hisoblanadi. Yur aqajon, yur. Voy. Qo'rqma, jonivor, tinchlan. Ha, yaxshi. Shuningdek, jonliqni oyog'idan ushlab so'yadigan joyga sudab olib kelish ham mumkin emas. Hayvonni bo'g'izlash chog'ida bismillahni aytish shart. Bo'g'izlashda Alloh taoloning ismlaridan birini aytish yetarli bo'ladi. Allohu akbar, Allohu azam, Alloh deyish kabi. Bismillahi Allohu akbar deyish esa mustahabdir. Lekin Allohning ismi zikr qilingan boshqa duolarni aytish yetarli bo'lmaydi. Qani? Qani? Bismillahni qasddan tark etsa, so'yilgan hayvon go'shtini yeb bo'lmaydi. Bismillahni aytmabman-ku. Biroq esdan chiqarib tark etilsa, bunday so'yilgan hayvonning go'shtini yeyish mumkin. Xudoga shukr. Bo'ldi aka. Bilib oldim. Qolganini qotiramiz. Yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Videoni ulashish esdan chiqmasin.